Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hörmətli televiziyaçılar. Haqiqət istiqlal sərələri proqramında programlarını təqdim edirik. Mən Abdullah Zeydan. Suriyaga yordam safarbarligi boshlandi. Turkiyadagi insoniy yordam jamiyatlari va umumiy xalq kollektivlari Suriyaga bir non, bir adyal yordam berish uchun birlashdi. Xalij madaniyat markazida o'tkazilgan Suriya uchun bir non, bir adyal yig'iniga Qizilay jamiyati, İHA insoniy yordam vaqfi, Jonsuyi, TDV, yordamchi qo'l jamiyati, Deniz Fanari, hech kim yo'qmi, IBS, xayriy ihson jamiyatlariga o'xshash tashkilotlar bilan birlikda nurg'un umumiy xalq kollektivlari qatnashdi. 2 yildan beri ichki to'qinish sababli uy makonlaridan ayrilgan va ig'ir kunlarni beshidan o'tkazayotgan suriyalik qarindoshlarga yordam qilish uchun Türkiye İstanbul'da faaliyet edip beriyotgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati Suriya uchun bir non, bir adyal yig'iniga qatnashdi va vijdoniy, iymoniy, insoniy mas'uliyat tuyg'usi bilan suriyalik muhojir qarindoshlarga yordam safarbarligi boshladi. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati boshlatgan bu Suriya yordam safarbarligiga har bir Sharq Turkistonlik qo'lidan kelishicha yordam qildi va qilyotidi. Alloh ularning qilgan va qilmoqchi bo'lgan yordamlarini o'z dargohida qabul qilsin. Sharq Turkiston masjid mehroblariga qizil kommunist Xitoy bayrog'i qadaldi. Uyg'urlarning butun haq huquqlarini mislsiz darajada dafsanda qilgan dinsiz Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan beri Uyg'urlarning diniy erkinligini cheklab qolmasdan har xil usul bilan diniy e'tiqodini va ona tilini tubdan yo'qotib o'tish, shu orqali Uyg'urlarni tamoman xitoylashtirib o'tish uchun barliq tadbirlarni qo'llanmoqda. 1949 yildan boshlab Uyg'urlarni dinsizlashtirish uchun qoral kuchi bilan zo'ravonlik qilayotgan tajovuzchi Xitoylar tarixda mustaqil davlatlarni qurgan va Islom Jumhuriyati e'lon qilgan Sharq Turkiston musulmonlarini o'z e'tiqodidan ayirib o'tishga urinmoqda. 18 yoshdan tuvan Uyg'ur yoshlari masjidga kirishdan cheklanganidek, 18 yoshdan yuqori bo'lganlarning Xitoy doiralari belgilab bergan yerdan boshqa masjidlarga kirishi cheklandi. Kongzi, Mao va Qizil Kommunist partiyasining ta'limotlarini o'qiganlar ilg'or shaxs bo'lib baholansa, musulmonlarning asli asosi bo'lgan muqaddas Qur'on va hadislarni o'qiganlar jinoyatchi, ideyasi buzuq unsur, radikal bo'lgunchi bo'lib jazolandi. Oqtamaka va hariq ichib jamiyatni bulg'anlarga hech gap yo'q. Islom 5 asosining biri bo'lgan Ramazon ro'zasini tutib ibodat qilganlar, zulmga qarshi haqiqat maydonida turganlar, tajovuzchilarning ishg'olini qabul qilmaganlar terrorchi, to'polonchi va atalmish millatlar ittifoqiga qarshi chiquvchi bo'lib qoldi. Madaniyatning nimaligini bilmaydigan mustamlakchi Xitoyning tashviqotida bar dasmoyisini namoyon qilib yalang'och bilan yuradiganlar madaniyatlik sanaldi. O'rinib yurgan adab axloqliq, sharmi hayoliq, iffatlik qiz ayollar zamonning keyinda qolgan qaloq va madaniyatsiz sanalib, ularning doktorxonalarga, ommaviy qatnashlarga va ish bajarish o'rinlariga kirish cheklandi. Nurg'un diniy kitoblar ko'ydirib tashlandi. Ahli ilmi o'limalar qo'lga ilindi va yoki har xil usul bilan yo'q qilib etildi. Uyg'urlarni hashoga haydab yashash sharoiti yaxshi bo'lmagan, suyi kamchil qurg'oq yerlarga surgun qildi. Almisoqdan beri Uyg'urlar amgikini singdirib kelgan munbat yerlar va shaharlarga Xitoy ko'chmanlari o'rinlashtirildi. Sharq Turkistonga kelgan oqqun Xitoylarga har tarafda yeshil chiroq parqirab tursa, zimin egisi bo'lgan Sharq Turkistonlikqa har zaman qizil chiroq yenib turdi. Kommunist Xitoy doiralari birdan-bir haqiqat bo'lgan diniy e'tiqodga, axloq fazilatga ega Uyg'ur millatining diniy e'tiqodini, urf-odatini, madaniyatini, ma'rifini taltukus assimilyatsiya qilish uchun zo'ravonlik siyosatini yurgizish bilan birga o'zining har xil dinsizlik, axloqsizlik tashviqotlarini Uyg'urlarga majburiy tangmoqda. Uyg'urlarning diniy erkinligiga chek qo'yganini ozdab, musulmonlarning ibodatgohi bo'lgan masjid xonaqolariga har xil dinga qarshi tashviqotlarni osdi va buning bilanmi bo'ldi qilmagan Xitoy tajovuzchilari amdilikda masjid mehroblariga tajovuzchilikning, dinsizlikning, vahshiylikning, insoniyatga qarshi jinoyatning simvoli bo'lgan Xitoy bayrog'ini qadidi va bu orqali islom diniga va musulmonlarga eng ashaddiy shaklda haqorat qildi. Biz bu vaqtda İstanbulda yaşayotgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan apandi bilan suhbat elib bordik.
Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligi Fujandagi aeroport qurilishini tilga ilishdan o'zini qochirdi. 27 dekabr payshanba kuni tushdan keyin o'tkazilgan Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligi muxbirlar kutib olish yig'inida bir muxbir Xitoyning Fujian Shuiminda qurayotgan harbiy aeroport haqida savol so'raganda Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligining axborot ishlari idorasining muavin boshlig'i axborot bayonotchisi Yang Yujun mazkur masalaning harbiy o'rinlashtirishga chetildiganligini javob berishga beab ekanligini bildirib javob berishdan qochgan. Xitoy xalq to'rining xabariga asoslanganda bir muxbir savol so'rab, ba'zi axborot agentliklari xabar qilib, Xitoyning Fujianda Shuimin harbiy aeroportini qurishi Sinkaku oroli va Shirakaba neftligiga qartilgan dedi. Xitoy armiyasi qanday inkas qaytardi ekan degan. Yang Yujun Davlat Mudofaa Ministrligining oldingi oydagi muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbirlarning o'xshash savol so'raganligini bildirib, bu masalaning harbiy o'rinlashtirishga chetildiganligini, javob berishga beab ekanligini qayta ta'kidlagan. Xabarlarga asoslanganda Shuimin aeroportining Sinkaku oroli bilan bo'lgan orliqi taxminan 380 kilometr, Shirakaba neftligi bilan bo'lgan orliqi taxminan 200 kilometr, Taybening havo bo'shlig'i bilan bo'lgan orliqi 246 kilometr keladigan bo'lib, Tayvan harbiy axborotlarida ko'rsatilishicha, Xitoyning bu aeroportdan uchgan urush aeroplanlari taxminan 7 minutda Shirakaba neftligiga, 12 minutda Sinkaku oroliga yetib bora oladi ekan. Tayvan harbiy axborot idorasining ko'rsatishicha, Shuimin aeroportiga o'rinlashtirilgan S-300 havo mudofaa boshqariladigan bombasi Yaponiya Amerika armiyasining F-15, F-18 urush aeroplanlariga qartilgan. Tayvanning signal radarlari yoki dala urushi havo mudofaa radarlari Xitoyning Shuimin aeroportidan dengiz qarab uchgan qirg'uvchi 10, su 30 tiplik urush aeroplanlarining harakatini egallay oladi ekan. Filippin separatli orollarida harbiy qism o'rinlashtirdi. Filippin Diplomatiya Ministrligi 12-ayning 28 kuni bayonot e'lon qilib, Xitoy gemisining charlashga atlanganligiga qattiq qarshilik bildirgan. Xitoydan Filippinning egilik huquqiga hurmat qilishni talab qilgan. Charlashning xalqaro qonunga xilof ekanligini bildirgan Filippin hukumatı Xitoyni ayiblash bilan birga Astriddan Janubiy Xitoy dengizida qo'shin turg'izishni kengaytgan. Yaponiya NHKning 12-ayning 28 kunidagi xabariga asoslanganda Filippin separatli orollarda dengiz armiya quruqlikda urush qilish qismini o'rinlashtirishga boshlagan.
Fransiya axborot agentligining xabar qilishicha, 12-oyning 27 kuni tik uchar aeroplan elib mağalaydigan cho'ng tipdagi dengiz chalash paraxoti Xayshun 21 Xitoyning Janubiy dengiz ishlari idorasiga rasmiy kirgan va Janubiy Xitoy dengizida vazifa ijro qiladi ekan. Bu Xitoyning Janubiy Xitoy dengiziga saplagan tunji Yiroq okean charlash kemasi ekan. Yaponiya axborotori 12-oyning 28 kuni Filippinning yuqori darajalik amaldorining so'zini naql qilishicha, Filippin separatli taqim orollarining 9 oroli va Teiz dengiz sohilida dengiz armiyasining quruqlikda urush qilish qismini o'rinlashtirgan. Hozir ba'zi orollarda turishliq askar soni 1 hassa oshgan. O'rinlashtirishdan ilgari Filippin armiyasi dengiz armiyasi quruqlikda urush qilish qismining askarlarini orol saqlash mashq qildirgan. Qurol yaroqlarini mo sarxillashtirgan. Filippin davlat mudofaa ministrligi 12-oyning 27 kuni yana Italiyadan 3 dona tik uchar aeroplan setib olganligini jakarlagan. Filippin parlament a'zolari Xitoyning dehqonlar kalendari bo'yicha bahor bayramini Filippinning aram elish vaqti qilish loyihasiga qarshi turgan. Filippin kengash palatasida ba'zi parlament a'zolari Xitoyning yangi yilini aram elish vaqti qilishiga qarshi turib, Xitoy zaminimizni ishg'ol qilib oldi. Aksicha biz ularning bayramini tabriklayapmiz degan. Indoneziya kelar yili boshquriladigan bomba sinaq qiladi. Indoneziya 2013-yili 100 kilometrdan 900 kilometrgacha bo'lgan qisqa masofalik traktoriyalik boshquriladigan bomba sinaq qilishga tayyorlangan. Sinaq etish muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin ko'p miqdorda ishlab chiqarib, davlatning qurol yaroq sistemasini kuchaytirishga ishlatdi ekan. Yerlik axborot to'rlari Indoneziya tadqiqot bo'limi strategik texnika tadqiqot ishlab chiqarish ministri yordamchisining so'zini naql qilishicha, Indoneziya kelar yil traktoriyalik boshquriladigan bomba sinaq qilishga tayyorlangan. Sinaq doirasi turg'un holatda va harakatchan holatda sinaq qilish bo'lib, tunji qatam qisqa masofalik traktoriyalik boshquriladigan bomba sinaq qiladi ekan. Oldi bilan 100 kilometrdan 350 kilometrlik traktoriyalik boshquriladigan bombani sinaq etib, muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin 10-20 dona ishlab chiqaradi ekan. Orqadan etish musofasi texmi yiroq bo'lgan traktoriyalik boshquriladigan bomba sinaq qilib, keyin har xil hujumchi iqtidorga ega boshquriladigan bombalarni taraqqiy qildiradi ekan. Xabar deyilishicha, Indoneziya hukumati o'zining traktoriyalik boshquriladigan bombasini taraqqiy qildirish uchun fan tadqiqot bo'limi Birlashma quruqliq armiya harbiy shirkati, Indoneziya Avasiya shirkati, davlatlik avasiya va uchish organi, Indoneziya ilm-fan tadqiqot organi, davlat egiligidagi portlatqich dori shirkati, Bandung akademiyasi, Gajah Mada universiteti qatorliqlar birlashib davlat boshquriladigan bomba moliya guruhini tashkil qilgan. 2013-yili taxminan 10-15 milliard Indoneziya rupiyasi sarf qilib, traktoriyalik boshquriladigan bomba tadqiqotini kuchaytirishga tayyorlangan. Indoneziyaning traktoriyalik boshquriladigan bomba taraqqiyoti 2005-yili boshlangan bo'lib, 2010-yili loyihalash va asosliq qismini tamomlagan. 2011-yili sinaq qilib muvaffaqiyat qozongan. Davlat mudofaa ministrligi boshquriladigan bomba moliya guruhidan 1000 dona boshquriladigan bomba zakaz qilgan. – 2012-yili 1000dan ortiq Afg'oniston askari hayotidan ayrildi. Afg'oniston davlat mudofaa ministrligining 30-dekabr yakshanba kuni deyishicha, Afg'oniston davlat armiyasining jami 2050 askari 2012-yili turli harbiy harakat va Taliban qo'zg'agan hujumlarda o'lgan. Davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi Zohir Azimining axborot e'lon qilish yig'inida uqtirishicha, o'tgan 1 yilda o'lgan askarlarning 85% Taliban bo'ktirma qo'ygan portlatish hujumlarida o'lgan. Azimining deyishicha, Afg'oniston davlat armiyasi 2012-yili ommaga bexatar muhit yaratib berishda ilgirlashga erishgan. 2013-yilning oxirida chet el qo'shinlaridan davlatning bexatarligini qo'g'dash vazifasini to'liq o'tkazib oldi ekan. Navbatda Afg'oniston bexatarlik qismlari davlatning 75% nüfusini egallaydigan rayonning bexatarligini saqlash vazifasini o'tkazib olgan. Afg'oniston bexatarlik qismlari Shimoliy Atlantik akti tashkiloti rahbarligidagi xalqaro bexatarlik yordamchi qismlari bilan birlikda harbiy harakat qilib, necha ming hukumatga qarshi qurolliq mujohidlarni etib etgan, yordar qilgan va tutib olgan. Ammo Azimi konkret sonni oshkorlamadi.
everybody else. Hey, we got friendlies here. Friendlies to our 6. Right here. Okay. Push it. Solo. Vandenberg's already got him. Getting him. Get stable right now. Back right now. That ain't sorry. 2-6, 2-3. You're lying, right, man? I ain't lying. Why would I lie about something like that? 2-6. I would. 2012 yılının en ilgar Müslüman rehberi Recep Tayyip Erdoğan bulup bahalandi. Türkiye Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan Bosniya Herzegovina İslam İttifaqıga tava axbarat organi hesaplandigan Periport gazeti tarafidan elib berilgan ovoz tashlash natijasida 2012 yılının en ilgar Müslüman rehberi bulup saylandi. Periport gazeti 2012 yılı oxirlashish oldida şu yılның en önümlük vakası ve şu yılның en ilgar kişisini belgilep çıkış maqsadida elib bargan ovoz tashlashga Bosniyalik dağlıq bilim adamları, akademikler ve her qaysi xalq ijtimoiy tashkilotlari a'zolari, shundaqla gazet o'qirmanlari qatnashdi. Xulasa gazetning mushu qitimqi sonida e'lon qilindi. Ovoz tashlash natijasiga qaraganda Recep Tayyip Erdoğan 2012 yili bo'yicha islomga va musulmonlarga qo'shgan favqulodda xizmatlari va to'kpilari yuzidan 2012 yilining eng ilg'or musulmon rahbari bo'lib saylandi. Falastinning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashi yig'indagi bilat tashlashda 132 davlatning qo'llashi bilan g'ayri rasmiy a'zo davlat salohiyatiga ega bo'lganligi 2012 yilining eng unumli voqeasi bo'lib belgilandi. Ovoz tashlashga qatnashgan Aljeriya Balqon ishlari bosh mudiri Tariq Jojic Turkiyaning alohida xizmatlarida bo'lganligi haqida so'z qilib, bo'libmi Suriya kriziga qarata tashlagan qadamlari Turkiyaning naqadar ilgirlayotganligini namoyon qilib berdi dedi. Erdoğan xalqaro Muaz al-Xatibni qo'llagandan keyin Asadning yo'qolishi kerak dedi. Türkiye Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan 100 ga yaqin davlatning Muaz al-Xatibning rahbarligini e'tirof qilganligi zalim Bashar Asadning yo'qolishi kerakligini uqtirdi dedi. 31 dekabr dushanba kuni Turkiya Suriya chegarasida Erkin Suriya Birlashma Hukumati raisi Muaz al-Xatib hamrohligida nutq so'zlagan Erdo'g'an bunchilik davlatlarning xatib rahbarligini qabul qilganligi hozirdan boshlab seni tunimaymiz ey Bashar Asad, sening darhol yo'qolishing kerak deganini uqtirdi dedi. Xalqi qabul qilmagan rahbarning huquq tutirish salohiyati bo'lmaydi deb ta'kidlagan Erdo'g'an Suriyada haqiqatning hamon bir kuni g'alaba qildiganligini ta'kidladi. Har qanday tug'utning qattiq to'lg'oqqa duchor bo'lganligini zikr qilgan Erdo'g'an Suriya xalqi qo'lida yangi Suriyaning tug'ilib mukammallashadiganligiga ishonganligini ilgari surdi. Zalim Bashar Asadning huquq chiqilgan vaqtida ilgirki zolimlarning izdan mangmayman deganligini xotirlatgan Erdo'g'an Basharning jinoyati va zulmi dadasi Hafizul Asadning zulmidan nachchasi eshib ketdi. Bu qitimqi Suriya ichki to'qinishida hayotidan ayrilgan suriyaliklarning soni 50 mingdan oshdi dedi va ularni Alloh shahidlik martabasiga nasib qilg'ay deb duo qildi. Turkiya chegarlarida panohlanayotgan suriyaliklarning sonining 150 mingga yetganligiga ishorat qilgan Erdo'g'an butun Turkiya tabasidagi Suriya muhojirlarining sonining 230 mingga yetganligini, ba'zilarining o'z sharoitiga tayanib hayot kechirayotganligi va bugungi kelgacha bo'lgan chiqimning 279 million dollardan oshganligini uqtirdi. Xalqaro Suriya masalasiga sal qaragan taqdirdami Anqaraning Suriya muhojirlarini hamisha kutib olganligi va qo'lidan kelishicha butun ehtiyojlarini qamdab yoriylik bo'lganligini ta'kidladi. Buning qarta Suriya Birlashma Hukumati raisi Muaz al-Xatib Turkiya va Turkiya xalqining Suriya va Suriya xalqiga qilgan yordamlariga va Suriya xalqi tarafdori bo'lib qo'llaganligiga alohida rahmatini bildirdi. Janobi Allohning Suriyaliklarga cheksiz sabr ato qilishini tilagan Muaz al-Xatib uzunga qolmay Suriyaliklarning omonlikka erishadiganligini uqtirdi. yılda 118 nafar Kashmirlik öldürüldü. Hindistanning ishg'oli ostidagi Kashmirda 2012 yilda Hindiston tarafidan yil bo'yi o'rinlashtirilgan yoshirin va oshkora suiqasdlarda 118 nafar Kashmirlik musulmonlar o'ldirildi. Hindiston mustamlikasi ostidagi Kashmirda 2012 yilning dekabr oyi ichida Hindi askarlari yana bir kichik bolani va 17 nafar Kashmirlikni o'ldirgan. Yani şu ay ichida 41 nafar Kashmirlik musulmonni qattiq iskanjaga olgandan boshqa
41 nafarini qo'lga olgan. 2012 yılı Hindistan armiyasi 5 nafar ayol ve 7 nafar kichik bolani o'z ichiga olgan 11 nafar Kashmirlik musulmonni o'ldirib etdi. Bu kishilarning 7 nafari turmada o'ldirildi. Hindistan armiyasi 2012 yılda elib borgan vahshiy bostirishlarda 868 nafar normal puhra yaralandi. 715 kishi qo'lga olindi ve 40 uy butunlay vayron qilib etildi. 7 nafar Kashmirlik turmadan iz deraksiz g'oyib bo'ldi. 1989 yıldan bugünkü bo'lgan arlıqda 93.800 Turan'da bir yetim vatan Şarkı Türkistan. 2013 yılı 2 yanvar çarşamba günü İstanbul Marmara Üniversitesi'de Turan'da bir yetim vatan Şarkı Türkistan namlıq yığın ötküzildi. Yığınğa nurgun o'quvchilar qatnashgan bo'lib, Şarkı Türkistan Ma'rif va hamkorlik jamiyatiga vakolatan Cemiyetning muavin raisi Musajan Er qatnashdi. Marmara Üniversitesi Türk Medeniyeti ve Tadqiqot Klubi tarafidan o'rinlashtirilgan Turan'da bir yetim vatan Şarkı Türkistan unvonidagi bu yig'inda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Asosiy Türk Tarihi Magistrlar Kafedra raisi Profesör Doktor Mualla Uydu Yücel Hanım, İstanbul Üniversitesi Türkler Tadqiqot Instituti Türk Tarihi Magistrlar Kafedra a'zosi yordamchi o'qituvchi dotsent doktor Ömer Qul Efendi, Marmara Üniversitesi Uchur aloqa fakültesi o'qituvchisi ve Türkiye Radyo Televiziya programma ishlovchisi ve nazoratchisi doktor Abdulhamid Avshar Efendiler söz qildi. Yig'inning ochilish marosimida klub raisi Alperen Görgülü Er söz qildi. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonni atom sinoq rayoni qilib olganligini ta'kidlagan ve Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning yashash haqqining ve ibodat erkinligining tortib ilinganligini zikr qilgan Görgülü Er o'zlarini inson huquqini ve erkinligini qo'g'dug'uchi qilib ko'rsatganlar Sharq Turkiston masalasiga kelganda 3 maymun o'yini o'ynayotidi dedi. Keyin Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati muavin raisi Musajan Er so'z qildi. Sharq Turkiston Türk dunyosining unutilgan bir parchasi ve qanayotgan bir yarasidir. Bu tuproqlar Hollar, Köktürkler, Qaraxonilar qatorliq ko'plagan davlatlar qurilgan qadimiy Türk yurtidir. Sharq Turkistonga ega chiqqanlik o'tmishimizga, tuproqlarimizga ega chiqqanlikdir degan Musajan Er, Sharq Turkistondagi insonlarning bir rayondan yana bir rayonga berishi uchunmi ruxsat ilib mengishga majburlanayotganligini uqtirdi. Musajan Erning so'zidan keyin Sharq Turkistondagi mustaqillik kurashchilarining biri bo'lgan zolim tajovuzchi Xitoy turmusida qattiq qiyin qissaga elingan, keyin chet elga chiqibmi Sharq Turkiston davosini xalqaraga anglatish uchun borlig'ini atagan mujohid G'ozi Barat hojimning sarguzashtlari aks ettirilgan hujjatli film yig'in ahlining diqqatiga sunildi. Söz qilg'uvchilardan Mualla Yücel Hanım Sharq Turkiston vaziyati haqida Turkiyada bir jamoat fikri barpo qilishga tirishayotganligini bildirdi ve Sharq Turkiston masalasining tarixiy o'tmishi haqida alohida to'xtaldi. Keyin dotsent doktor Ömer Qul Efendi Sharq Turkistondagi 160 yillik voqealarning mustaqillik da'vosi ekanligini so'zildi ve Sharq Turkiston Xitoyning g'arbiga echildigan bir ishki bo'lg'achqa intayin ahamiyatga ega. Xitoylar Sharq Turkiston bizning qadimiy tuprog'imiz deb da'vo qiladi. Ammo bizlar tarixchi bo'lish sifatimiz bilan shuni aniq bilamizki, Xitoylarning qadimiy tuproqlari Xitoy Saddichin sepilining ichidagi rayonlarni ko'rsatadi. Bugun qaraydigan bo'lsak, Xitoy Saddichin sepili Sharq Turkiston jo'grafiyasining chegara sirtida dedi. Bugun qaraydigan bo'lsak, Xitoy Saddichin sepili Sharq Turkiston jo'grafiyasining chegara sirtida dedi. Doktor Ömer Qul yana Sharq Turkiston umumiy kurashlarining tarixini Rossiya va Xitoy rahbarliklari orasida yuz bergan hadislarni tushuntirdi. Hamda 2008 yılı Dünya Lonqisi musobaqasida Türkiye'nin Kroatiyani yenganligini tabriklamoqchi bo'lgan o'limchi yoshlarning Xitoy doiralari tarafidan o'qqa tutilib o'ldirilganligini va Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan zulmning Falastin qatliamining 10 hassidan ortiq ekanligini ilgari surdi. Xitoy tajovuzchilarining 14 yil mustaqil davlat qurgan va Angliya qatorliq davlatlar e'tirof qilgan hamda Osmoniya imperiyasiga bay'at qilgan Yoqubbek badavlatini yiqitgandan keyin 1884 yılı Sharq Turkiston degan ismni Şinjanga o'zgartganligini ilgari surgan Ömer Qul Efendi, Şinjan degan so'z yangi egilib olingan yer degan bo'ladi. Buning o'zi Sharq Turkistonning Xitoy qadimiy tuproqlari emasligining isboti emasmi? Tajovuzchi Xitoylar dedi. U yana Sharq Turkistonda qurilgan ikki qatimliq jumhuriyatlar haqida to'xtaldi va Xitoylarning Sharq Turkistonda yurgizayotgan ashaddiy zulmlariga qarshi
biz qilishga tegishli bo'lgan mas'uliyatimizning 100dan 1ni qilolmadik dedi. Yig'inning oxirgi so'zchisi va o'zi Sharq Turkistonlik bo'lgan Abdulhamid Avshar apandi Sharq Turkiston masalasini davlat bo'lish nuqtasidan va davlat bo'lishning prinsiplarini tushuntirib, Sharq Turkistonda 40 millionga yaqin Uyg'ur turklarining yashaydiganligini, 1,828,418 kvadrat kilometrlik bir zamin ekanligini va ayrim davlat bo'lish nuqtasida hech qanday kamchiligi yo'qligini ilgari surdi. Xitoyning Sharq Turkiston ishg'olidan keyin Xitoy ko'chmanlarini o'rinlashtirish orqali Sharq Turkiston nüfusini osonlik qilishga urinayotganligini ilgari surgan Avshar apandi 2009-yili yuz bergan Urumchi vaqasidan keyin yüzlerce Uyg'urning hozirgacha iz deraksiz g'oyib bo'lganligini va oilalarining ularning oqibati to'g'riliq hech qanday ma'lumotga erisholmaganligini uqtirdi. İnson haqlarining qo'g'dilishini da'vo qilganlarga Sharq Turkiston haqlariga ko'ngil bo'lishini talab qilgan Avshar apandi, bu bizning ahvolimiz. Buningga ahamiyat beringlar, boshqalarga angltinglar dedi. Yig'in xotimasida so'z qilgan Mualla Yujal xonim yig'in ahliga oxirda Sharq Turkistonda Xitoy iskanjasi ostida yashayotganlar birinchidan insondir. Ikkinchidan ular turklardir. Uchinchidan ular musulmonlardir. Shuning uchun insoniy, milliy va iymuniy tuyg'u nuqtasidan Sharq Turkiston masalasiga alohida ahamiyat berish hammamizning majburiyatidir dedi. Va turklarning azaldan davlatsiz qolgan xalq emasligini, davlat qurish odati turklarning qinida bor ekanligini, mayli qanchalik qattiq sharoitlarda bo'lsin, turklar hech qachon ishg'olga rozi bo'lgan millat emas. Bugun ona vatanimiz Sharq Turkiston to'limi afsuski Xitoy tajovuzchilarining ishg'oli ostida turibdi. Shunlashqa bu masalani o'zimizning ichki masalasida ko'rishimiz kerak. Bo'libmi sizlarda qonunshunoslarning ustiga tushadigan vazifa texmi cho'ng bo'ladi. Men so'zimni ulug' Uyg'ur olimi Yusufxas Hojibning Qutadg'ubilik shahona asridan bir beyt bilan oxirlashtiraman. Davlatli davlat arar, davlatsiz vatan arar. Ya'ni davlat qurgan, saltanat qurgan millat davlat izlaydi. Davlat qurishni xohlaydi. Buning uchun kurash qiladi. Ammo davlatsiz, davlat qurib baxmagan millat birer panogoh bo'ladigan, xotirjam yurarlikdek bir joy, bir vatan izlaydi. Oxirda klub hay'ati tarafidan yig'in so'zchilari taqdirlandi. Programı